Bu immunit kuchini oshiradigan dori. 6 soatda birini yeysan. Yana bir doridan har 8 soatda bir tal yeysan. Qaynoq suvni ko'p ichib bagin. O'zlaridan Bahodirning tezroq saqayishi uchun retsep bo'yicha kutishlarini so'rayman. Nima dedilar? Ma'qul demay nimami deyalaydim. Balamga qanchalik kuyindiganligimni bilmayla doktor. U mening ko'z nurim, mening yurak param. Ko'p harakat qilmay yotgan Bahodir bo'lamdi, ha? Buvamning ahvoli qandoqroq? Avval o'zingni o'ylag'ina balam. Buvangmi yaxshi bo'lib qoladi. Buvam soqoydimi? Rostini aytsam, buvang ozroq qiynalib qelyotdi. Doktori buvangga dori yezib berdi. Inshaalloh, pat yaqinda saqayib ketadi. Allah kesilingga shifolik berib saqayib ketgaysan buva. Buvam yo'qlab uningga tasalli berib chiqsam bo'lamdi doktor tog'a. Bo'lmaydi. Sen midirlama yetibdem ilishing kerak. Shunga harakat qilsang bo'lmaydi. Bo'sning kesili yoqimli kesal emas. Shunga ba'si bo'ladi. Xotirjam bo'slar. Demakchi bo'g'inim, Bahodir u kishini yo'qlayman demay, jim yetib aram olsinmikin? U kishi degining mening buvam, dadamning dadasi-jumu. Alhamdulillah. Allah sizni jannatning sharaflarida sug'arsin Fatima. Allah sizlarga shifolik bergay buva. Bahodir yo'q-ku. Bahodirmi yaxshi turibdi? Alhamdulillah. Bahodir atdigandan beri biror qatimmo meni yo'qlab keray demaydi. Uningga biror ish bo'lmagandi, ha? Uningdan ansirab qoldim. Bahodir akamga duo qilib qo'ying buva. Qizitmasi o'rlab yetib qoldi. Allah shifolik bersin. Nima deb qizitmasi o'rlab qolgandi balamning? Yoki sirtdan bulg'angan yemeklik yemagan bo'g'iydi, ha? Men bulg'angan tamoq atmayman, dada. Men sirtning tomog'ini dedim. Sirtdan bulg'angan yemekliklarni yegashga qizitmasi o'rlab qoldimikin deyman. Shundaqmi Fatima? Shundaq dedingiz buva. Mana Fatima guva, xato tushunibman. Bo'ldi, gap talashmay. Jura, dori yuzib qo'yay. Yo'qib qolmasin yana. Ay Rabbim, Bahodirning kasaliga shifolik bergaysan. Sen shifolik bergichidirsan. Sendan o'ziga shifolik bergichi yo'q. Sening shifoliqing hamma kasalni saqaytidi. Bahodirga, Mansur buvayga, uydagilarga hammasiga salom aytishni unutmang o'g'lim. Bahodirning kasali tezroq saqayib ketgay ilohim. Aman bo'ling hamma. Yo'qlab kelganingiz uchun ko'p rahmat o'g'lim. Allah rahmat qilsin. Aman bo'linglar. Bu xonim buvam Mansurning yaqin o'xshamamdi? Yaqay qizim. Bu xonim opamning do'sti edi. Amisi nemishqa yo'qlab keldik? Ota-onasining do'stlarini yo'qlashmi? Ularga yaxshilik qilganlik bo'ladi. Payg'ambarimiz bir kishining otasidan keyinmi, otasining do'stlariga sizlar rahim qilish eng chong yaxshilikdir degan. Bu ular vafot bo'lgandan keyingi ishlarkan, ular hayot vaqtida qanday yaxshilik qilish kerak? Alloh taolo Qur'on Karimda o'zining mamnun bo'lishini ota-onani mamnun qilishga bog'lagan. Ota-onasi kofir bo'lsa-mu, ularga yaxshilik qilib, gunoh ishlardan boshqa barliq ishlarda ularning gapini anglashni buyurgan. Shunga ota-onaga yaxshilik qilish Alloh taolo yaxshi ko'radigan eng yaxshi xislat. Undaqda ota-onaga yaxshilik qilishning ajr mukofotimi katta bo'lg'idek. To'g'ri aytdingiz qizim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ota-onaga yaxshilik qilishni jihadning oldiga qo'ygan. Payg'ambarimizdan amallarning qaysi eng afzal deb so'ralganda, u o'z vaqtida o'qilgan namoz degan. Ondan qaschu deyilganda ota-onaga yaxshilik qilish degan. Ondan qaschu deb so'ralganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh yo'lida jihad qilish deb javob bergan. Ularni qaqshasa qanday gunoh bo'ladi? Ulardan birini yoki har ikkilisini qaqshitish cho'ng gunohlar qatoriga kiradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni Alloh taolo qarabmi qo'ymaydigan kishining qatorida ota-onasini qaqshatgan kishini mo sanab o'tgan. Alloh taolo sizning va onamning hayotini barakatli qilsin dada. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysunish va avlodlarimizning bizga yaxshilik qilishi uchun ota-onamizga yaxshilik qilishimiz kerak qizim.
nima tersang shuni olasan degan gap bor. Ota-onaga yaxshilik qilish islom dili emas, barliq ilohiy dillarda mavjud. Qandaqsiga dada? Alloh taolo mundaq degan. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, qish ahribolarga yaxshilik qilishga ahd oldik. Ey Alloh, ota-onamga yaxshilik qilishni nasib qilgaysan. Xudoga shukr, sog'-salomat keldinglar. Qandaqroq? Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi, bolam? Allohning fazli va sizlarning duoyinglar bilan yaxshi bo'lib ketdim, dada. Opam doğrularni vaqtida ishkizib, nihoyatda yaxshi kutdi. Gul qo'lidan hamma ish keladi-da. Yo'q, qo'limdan paks tamoq ichish kammaymish. Kim shundoq deydi? Dadangiz shundoq dedi. Ya'ni kim deydi? Nima? Dadam shundoq dedimi? Ishonmayman. Ishonmasangiz balangizdan so'rang. Tunigun buvang meni tamoqni pakiz etmaydi demidimi? Bahodir sirtdan bulg'angan yemeklik yegan gap dedi. Ha, kun bo'yi uni kutaman deb paypitek bo'lyaptiman, ha? Mana yana yaxshi bo'lolmadim. Kutgan bo'lsangiz, haqni kutmadingiz. Mening baxtimni deb jafo tatgan dadamni kutdingiz-ku. Yaxshisi yashanganlar sanatoriyasi tepib shu yerga olib qo'yaylik. Nima deyapsiz? Unda qilsam, dadamni qo'shitib, gunohkor bo'lmamdiman. Undaqda üstünki qavatdagi ko'ni uyda yolg'iz tursin. Uyni men tutib beraman. Undaqda qandoq tutib bermoqchisiz? Bir yung adiyal bilan ko'ni karvat ba, shuni basakla. Bo'lmadimi? U adiyal beklicha o'tirsa. Ha, meningcha adiyalni ikkiga bo'lib, bir parchasini dadamga beraylik. Yana bir parchasini saqlab qo'yib, uning yishig'i bag'anda ishlatamiz. Nima deyaptilar? Yashanganda balalar sizni sanatoriyga olib qo'ysa yoki ayrim uyga solab qo'ysa, rozi bo'lamsiz? Yo'q, hargiz. Alloh taolo Qur'on Karimda aytganki, Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar, ota-onaga yaxshilik qilinglar degan. Lekin men uni kutaman deb bek charchab ketyaptiman. Jinim ona, payg'ambarimiz bizga ota-onani rozi qilsak, Allohning rozi bo'ladiganligini, ularni qo'shsak, Alloh taolaning g'azab qiladiganligini aytgan emasmi? Sizning jannatga kirganingiz yo'qmi nima? Qani tanga? Albatta bor. Nemishqa bo'lmasin? Nemishqa? Albatta bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xaruzar bo'lsin, xaruzar bo'lsin, xaruzar bo'lsin. Otasi bilan onasi ya ularning biri qiyrig'icha yashab, ularning roziligini elib jannatga kiramagan kishi xaruzar bo'lsin. Buvamning holidan obdan xabar olsangiz sizmi? Dadamni jannatga kiralaysiz-da, o'tinib qolay. Buvamni sanatoriyaga olib qo'ymanglar. Men bularni o'ylamabdiman, balam. Buvanglarni yaxshi kutib jannatga kiralaydiganlar bo'lsam, qo'limdan kelishicha yaxshi kutaman. Ularga yomon muomala qilish do'zaxga kirishimizga sabab bo'ladi. Do'zaxga? Men bugundan boshlab sizga yordamlashib, dadamga yaxshi qarayman. Chunki menmo uning o'g'li tursam. Alloh rahmat qilsin dadasi. Buningdan keyin dadangizga yaxshi muomala qilib, obdan kutib olaylik. Yaxshi qaraylik. Mana endi yaxshi gap qildingiz. Men sizga yordamlashaman. Alloh sizga rahmat qilsin, onasi. Yuringlar amisa, buvamning yeniga kiraylik. Uningga qanchalik kun yesak, o shuncha tetiklashib, saqayib qoladi. Qo'g'londi shaytonning shahridan panoh tilayman. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yoki ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin, ularni dushkanlamagin, ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ba ba ba